Assalomu alaykum ustozlar. Demak, kuzatuvchilar, attestatsiya spesifikatsiyasi namunasida mavjudlashtirilgan mini testlarimizda navbatdagi yechimi, ya'ni aynan tenglamalarga oid bo'lgan misollar. Birinchi misolimizdan boshlaymiz. Demak, 7 minus 4 taqsim 3 plus 2 taqsim x plus 3 taqsim 1 minus 1 taqsim 2 teng 3 ekan. Xo'p, mana shu tenglamani ishlash kerak. Endi qarang, buning uchun nima qilishimiz kerak o'zi? Makro pastdan boshlab tepaga qarab ishlab borishimiz kerak? Yo'q, lekin unaqa kerak emas. Xo'p, buni ishlash uchun nima qilishimiz kerak? Buni ishlashimiz uchun 7 dan qanaqa sonni ayrsam javob 3 chiqadi? 4 ni. 4 ni ayirgan payti 0 bo'lishi, 3 bo'lishi uchun uning mahraji nima bo'lishi kerak? 1 bo'lishi kerak. Ya'ni 3 qo'shilgan 2 taqsim x plus 3 taqsim 1 minus 1 taqsim 2 bu nima bo'lishi kerak? 1 bo'lishi kerak. Endi bu ifoda 1 bo'lishi uchun men 3 dan qanaqa sonni ayirishim kerak? 2 ni ayirishim kerak. 2 ni ayirishim uchun demak mana bu mahraj minus 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 3 taqsim 1 minus 1 taqsim 2 bu nimaga teng bo'lishi kerak? Minus 1 ga teng bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana shuni solishtirib qo'yamiz, bo'ldi, yetadi. X plus 3 taqsim 1 dan 1 taqsim 2 esa 1 taqsim 2 barobar minus 1. 2 tepaga ko'paytirib bo'lib chiqadi. X plus 6 barobar minus 1 va x barobar minus 7 degan javob kelib chiqadi. Demak, javob A javobda minus 7 ekan. Hop, ikkinchi misolimiz x qo'shilgan 18 taqsim x qo'shilgan 18 taqsim va hokazo shunaqa ketma-ketlik davom etyapti. Hop, bunaqa ketma-ketlik misollarni ishlash uchun nima qilamiz? Nima takrorlanyapti? X qo'shilgan x 18 taqsim ifoda qayta takrorlanyapti. Qayerdan boshlab takrorlanishni boshladi? Mana shu mahrajdan boshlab takrorlanishni boshladimi? Demak, buni o'rniga bemalol 9 sonni qo'yib olaman. Demak, x qo'shilgan 18 taqsim 9 barobar 9. X qo'shilgan 2 barobar 9, demak x barobar 7 degan javob kelib chiqdi. Demak, ikkinchi misolimizning yechimi nima ekan? 7 ga teng ekan. Xo'p, uchinchi misolimiz, bunaqa misolni ham juda ham ko'p ko'rgansiz, shunaqa standartda, lekin shunga oid bo'lgan tenglamalar. 1 minus 1 taqsim 4, 1 minus 1 taqsim 9, 1 minus 1 taqsim 16 va hokazo 1 minus 1 taqsim x ning kvadrati barobar 11 taqsim 20 degan tenglik berib qo'yibdi. Xo'p, endi e'tibor bersak ustoz, har bitta mahrajimiz bu bizda 1 minus 1 taqsim 2 ning kvadratiga to'g'ri kelyapti. Birinchi qavsim. Ikkinchi qavsim 1 minus 1 taqsim 3 ning kvadratiga to'g'ri kelyapti. Uchinchi qavsim 1 minus 1 taqsim 4 kvadrati va hokazo oxiridagisi 1 minus 1 taqsim x ning kvadrati teng 11 taqsim 20 degan ifoda bo'lib qoldi. Demak, har bitta qavsim a minus b yu a plus b, ya'ni a kvadrat b kvadrat formaga tushyapti. Demak, 1 minus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 2. 1 minus 1 taqsim 3, 1 plus 1 taqsim 3. Hop, 1 minus 1 taqsim 4, 1 plus 1 taqsim 4. Va hokazo 1 minus 1 taqsim x, 1 plus 1 taqsim x bo'lgan ifoda bo'lib qoldi. Demak, teng 11 taqsim 20. Har bitta qavs ishlab chiqsam 1 taqsim 2, 3 taqsim 2, 2 taqsim 3, 4 taqsim 3, 3 taqsim 4, 5 taqsim 4 va hokazo. Keyingisi masalan 4 taqsim 5 va hokazo ketaveradi. Oxirgisi demak menda x minus 1 taqsim x, x plus 1 taqsim x barobar 11 taqsim 20. O'rtadagi hamma ifodalar qisqarib ketadi bir-biri bilan o'zaro. Bu ham qisqarib ketadi va bizda 1 taqsim 2 kere x plus 1 taqsim x teng bo'lib qoldi 11 taqsim 20 ga. Demak, o'z-o'zidan proporsiya qiladigan bo'lsak, 22x barobar 20x plus 20, ya'ni 2x barobar 20 va x barobar 10 degan javob kelib chiqdi. Va bu javob D javobda. Xo'p, keyin qilishimiz kerak bo'lgan ifoda. Qarang, bu misolda ham xuddi birinchi tipdagi misol tartibida ishlasak bo'ladi. Qarang. Demak,
Ответimiz nima bo'lishi kerak ekan? 2 chiqishi kerak ekan. 2 chiqish uchun eslab qoling. Kasr chizig'i bo'lish bo'lsa, qanaqa sonni biz 3 ga bo'lsak, uni javobi 2 chiqadi. 6. Demak, mana bu ifodamiz nima bo'lishi kerak ekan? 6 bo'lishi kerak ekan. X plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 minus 1. Mana shu ifoda 6 bo'lishi kerak ekan. Endi qarang, bu ifoda 6 bo'lishi nima bo'lishi kerak? Mana bu ifodamning javobi 7 bo'lishi kerak. Bu birinchi qadam. Demak, ikkinchi qadamimiz x plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 minus 1. Mana shu ifodamiz nima bo'lishi kerak? Bunisi emas, darsni davom ettirishimiz kerak ekan buni. Hop, taqsim 3 minus 1 barobar taqsim 3, bu bizda nima bo'lishi kerak? 7 bo'lishi kerak. Endi 7 bo'lishini nima qilishimiz kerak? Mana bu ifodamiz nima bo'lishi kerak? 21 bo'lishi kerak. 21. Bu 21 bo'lishi uchun bu ifodamiz 22 bo'lishi kerak. Bu ifodamiz 22 bo'lishi kerak. Xo'p, bu ifoda 22 bo'lishi uchun tepadagi ifodamiz 66 bo'lishi kerak. Ya'ni x qo'shilgan 1 taqsim 3 minus 1 teng 66 bo'lishi kerak. Demak, x qo'shilgan 1 taqsim 3 teng 67. 3 mahraj berib olsak, x qo'shilgan 1 barobar 201 va x barobar 200 degan javob kelib chiqdi. Demak, javobimiz 200 ekan. Xo'p, keyingisi 5-misol. Qarang, 5-misolda qanaqa ishlash kerak? 5-misolda alohida kasrlarga chiqaman. Ya'ni qanaqa? Qarang ustoz, x taqsim s minus a qo'shilgan b taqsim s. X taqsim a minus b qo'shilgan s taqsim a bo'ldi. X taqsim b minus s qo'shilgan a taqsim b bo'ldi. Teng 3 bo'lib qoldi. X ni ifodalar shu yerda qoldiraman. Qolgan hammasini bu yoqqa o'tkazamiz. O'ng tomonga o'tkazamiz. A qo'shilgan b taqsim s, b qo'shilgan s taqsim a, s qo'shilgan a taqsim b. Xo'p, demak, x olib chiqib mahraj beradigan bo'lsam, ab, ac, bc taqsim abc bo'lib qoldi. Agar ikkinchi tomonga mahraj beradigan bo'lsangiz, 3abc plus a kvadrat b, ab kvadrat, b kvadrat c, bc kvadrat, a kvadrat c va ac kvadrat taqsim abc bo'lib qoldi. Ustoz qarang, x ko'paytirilgan ab plus ac plus bc taqsim abc ikkinchi kasrning suratini ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsangiz, a qo'shilgan b qo'shilgan c kerak, ab ac bc taqsim abc ko'rinishda bo'ladi. Bu bilan bu qisqarib ketdi, abc bilan abc qisqardi. X barobar a qo'shilgan b qo'shilgan c ko'rinishda bo'ladi. Va bu javob D javobda ekan. Xo'p, shunaqa qiziqarli va foydali misollarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно kanalimizni doimiy tarzda kuzatib turing va kanalimizni tepaga qotirib qo'ying, ya'ni Telegramga kirgan paytingizda bizni kanalimizdagi yangiliklarni, ma'lumotlarni birdaniga ko'rasiz. Va har bitta testimizda обязательно ustozlarga o'rinlar aniqlanib, maxsus sovg'alar, ya'ni o'sha pul mukofotlari topshiriladi. Xo'p, tanishlarga, matematika pet birlashma guruhlariga tashlab qo'ying. Pet birlashma guruhlariga, ular ham bizni foydali ma'lumotlarimizni o'rganib, o'zlari xohlagan toifaga erishsin.